Yağmur yağdı, kar yağdı, şakırap gitti. Örtü gömleğimi ayrısam hakırap gitti. Patkak geçtim, su geçtim, mahciyip gitti. Abam körüp ördükni çeşciyip gitti. Assalamu alaykum, söyümlük balalar. Bu qo'shiqni hammanglar aytalaysizlar-ku deyman, ha? Bu qish sizlar turayotgan yerda qar yog'dimi? Qar yoqqan kunni qanday o'tkazdinglar? Bugun men sizlarga qar va qar yoqqan kun haqida bir umoq rasmlik balalar kitobini o'qib beray, ha? Amisa mening ovozimga quloq solinglar. Bo'lamdi? Qar yoqqan kuni. Avtori Anna Melbourne. Rassam Elina Temporn. Türkçe tercümesi Şeyma Bayrak. Uygurca tercümesi Güldanem. Nemişqa qar yog'digandi deb o'ylab qolganmidingiz? Bir qish kunini tasavvur qiling. Havo shundoq sovuqki, eg'izingizdan chiqqan havo tumonga o'xshash ko'rinadigan kichik zarrachalarga aylanadi. Egiz osmonda bulutlarning ichida yomg'ir tomchilari to'nglab qar danchilariga aylanadi. Andin bu qar danchilari asta-asta tevishsiz holda yerga tushishga boshlaydi. Qar danchilari asosan old taraflik shaklida bo'ladi. Ammo hammasi bir-biridan farqlanadi. Ba'zilari kichik-kichik gullarga o'xshaydi. Ba'zilari muzlab qolgan yulduzlarga o'xshaydi. Uzoq o'tmayla minglarcha söyümlük qar danchilari kecha qorong'uligida usul o'ynashga boshlaydi. Astag'ina tuproqni, daraxtlarni va o'g'izlarni yo'gaydi. Tong otganda olam oppoq qardan iborat bir yotqanning ostida qolgan bo'ladi. Xirich, xirich, xirich. Algan har bir qadamingizda qarni ezisiz va orqangizda oyoq izlarini qoldirsiz. Qarda qilalaydigan bir muncha ishlar bor. Qar to'pi o'ynay olaysiz, bir egizlikdan pastga seyrila olaysiz yoki kichik bir qar to'pini yerda do'milata olaysiz. Shuning bilan qar to'pi cho'ngiydi. Hatto shundoq cho'ng va ig'ir bo'ladi-ki, bir ozdan keyin uni ittirolmaysiz. Yana bir qar to'pini yerda do'milatib akilib, uning ustiga qo'ygan vaqtingizda bir qar odam yasagan bo'lasiz. Ko'zlarini yasash uchun ko'mir parchalari, burnini yasash uchun sabzi ishlatsangiz bo'ladi. Havo sovug'anda atrofda ko'pincha hayvonlarni ko'rolmaysiz. Faqat qordagi put izlardan ularning eng oxirida qayerdan o'tganligini bilalaysiz. Izlab mansangiz tevishsiz, tinch bir yerga borsiz. Uyquchan tin oilasi bir daraxtning kamirida bir-biriga yepishib yotgan bo'ladi. Kichik bir qush qarg'ay daraxining qalin yaproqlari orasiga uv solgan bo'ladi. Ko'lchakning yuzida parlab turgan nefis bir qavat muz qatgan bo'ladi. Beliqlarmi muzlaganmidi deb qalasiz. Ammo beliqlar muzlab qolmaydi. Muz qavatining ostidagi sovuq suda sog'-salomat o'zishni davom qiladi. Ko'lchakning ostidagi layga ko'milgan shu ikki paqa bo'lsa, qish bo'yi uyquda bo'ladi. Bir necha soatdan keyin quyosh
bulutlarning orasidan chiqib keladi va ko'k osmonda parlaq nur chachidi. Havo issiganda qarlar erishga boshlaydi. Tuproq yuzi ichiladi. Balkim ataycha qarlarning hammasi erib bo'ladi. Kechda quyosh tog'ning keyniga mukkandan keyin havo yana sovishga boshlaydi. Endi qar odam bilan xo'shlashib, uyga qaytadigan vaqt bo'ladi. Kecha oy nurida yana asta-asta qar yog'ishga boshlaydi. Qar damchilari yer yuzini yo'gaydi va butun izlar o'chidi. Qarlar erib ketadi. Ammo hammasi emas. Bugun yana bir qar yaqqan kun bo'ladi. Omaq bolalar, bu kitobdan nemishqa qar yog'diganligini, qarning qanday shaklda bo'lganligini va qar buvoyni qanday yasaydiganligini bilib oldinglar-ku deyman, ha? Kelar qitim qar yaqqanda qanqoch qar o'ynab olinglar bo'lamdi? Sizlarning unutulmas go'zal bir qish o'tkazishinglarga tilakdoshman. Sizlarni suyib, Maryam opanglar.